Andijon viloyati Asaka tumani Axtachi mahallasi tabiatimizda ham tungi fon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik aziz do'stlar. Video roligimizni oxirigacha kuzatib borsanglar, bu xonadonimizni qayerlarni, qanday fasonlarda hamda necha kvadrat, necha pul ketdi, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz aziz do'stlar. Video roligimizni boshlashdan oldin esa erkin tungi fon kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, sababi kun mobaynida tungi fon qanday qatirladi, tungi fon narxlari, tungi fon haqida barcha foydali ma'lumotlarni albatta erkin tungi fon kanaliga joylab boramiz aziz do'stlar. Endi video roligimizni boshladik. Do'stlar, ko'rib turganlaridek bu xonadonimizni ko'cha shapkasi, buni aylanasi yonbosh qismi, ichkari shapkalar buni tungi fon o'rab berildi hamda mana bu ko'rib turgan ravatxona qismlarimizni ham ko'cha shapkamiz tarnovi o'zi o'rnatilgan edi. Biz tungi fonlarni faqat qilib berdik. Ko'rib turganlaridek tungi fonimizni oldiga qosh qismlarimiz qatirilgan 90 gradusli kasetalar, mokri lentamizning razmeri esa to'rtlik, pastiga esa navolik fasonda. Past qismimizni ham ashikalarni tungi fonlar bilan o'rab berilgan aziz do'stlar. Mana shu joyda sizlarga qisqacha ma'lumot, ya'ni foydali ma'lumot berib o'tamiz aziz do'stlar. Tungi fonimizning past qismini mana ko'rib turibsizlar, bu joylarni ham tungi fonlar bilan o'rab berilgan. Shunda biz tungi fonning kvadratiga ishlaganimiz uchun bu joylar ham tungi fonning kvadratiga kirib ketadi. Bu xonadon egalari bilan kelishilgan holda, agar uy egasi bizni shu joyga tungi fon qilib qo'ying, pastini o'zimiz o'rab olamiz, ya'ni g'ishtni urib boshqa suvoq qilib qo'yamiz desa ham qilib ketiladi. Yo'q, bir yo'l tungi fonni o'rab chiroyli qilib bering desa, u ham qilinadi. Albatta har bir ishni kelishilgan holda uy egasi bilan tungi fon qilib beramiz. Fasonlarni ham hamma joyini uy egasi bilan kelishgan holda vibrlar beramiz. Uy egasi mana shu fason, mana shu shaklda bo'lsin desa, uy egasi bilan kelishilgan holda uyning razmeriga, shapkasiga, razmeriga tushadigan fason bo'lsa, biz qilib beramiz aziz do'stlar. Любой fason, ya'ni 100 dan ortiq fasonlarimiz bor. Tungi fonda ravatxona, shapka qismlarimizga hammasini kelishgan holda sizga tavsiya qilib, uylaringizga tungi fon qilib beramiz. Bizning xizmatlarimiz aziz do'stlar vodiy bo'ylab bo'lmoqda. O'zimiz Andijon Asakaligimiz aziz do'stlar. Tungi fonimiz ana shu joyda ozgina karnizlarimiz qoldi. Shu joylar qo'yilsa, ishimiz o'z yakuniga yetadi. Ichkari shapka qismlarimiz ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli fasonda bo'lib chiqqan. Ichkari burchaklari, ichki burchaklari ham juda ham ideal bo'lib ko'rib turibsizlar. Ko'cha fasonlarimizdan bir xilda yonboshdan aylanib o'tib ketgan. Ichkari tomonlarimiz ham past tomonlarni tungi fonlar bilan ashka qilib o'rab berilgan. Hamda mana bu joy burchakni ko'rsatib o'taman. Shapka qismimizda tugash yonbosh qismini ham juda ham chiroyli qilib keltirib berilgan. Ya'ni tungi fonimizda tugash yonboshini ham tungi fon bilan chiroyli qilib o'rab, oldi qosh qismimizni ham burib, hatto yumaloq karnizimiz, yumaloq novimiz ham yonboshni yaqindan ko'rsataman, sifatini ko'rib olishingiz mumkin. Ko'rib turganlaridek ishlarimiz juda ham sifatli bo'lib chiqqan. Ana endi shu xonadonimizni mana shunday chiroyli bo'lib bitishga qancha pul ketganini aytib o'tamiz. Bu xonadonimizni mana shunday chiroyli bo'lib bitishiga tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 178,2 kvadrat tungi fon ishlatdik. Tungi fonimizning barcha rasodlar ichida, ya'ni lesa, reyka, samara, ustunovka yetkazib kelishi tungi foni barcha rasodlari ichida elektrik xizmatidan tashqari 1 kvadrat metrni 140 ming so'm atrofida qilib berdik. Aziz do'stlar, shunda bu xonadonimizga 13,5 million so'm atrofida pul ketdi. Mana bunday plafonlarni uy egalari o'zi yoqqan plafonlarni olib kelib berib, biz kabel tashab ketishi mumkin, elektr o'rnatib beriladi. Agar ustakalarimiz qo'lidan kelsa, iloji bo'lsa, kabelni ham chiqarib, iloji boricha mana bu joylarni osonroq, oddiyroq plafonlar bo'lsa, ilib berish mumkin. Uni ham kelishilgan holda. Aziz do'stlar, sizlarga mana shunday tungi fon xizmatlari kerak bo'lsa, albatta erkin tungi fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Video rolikimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videomizga bomba qilib layklarni bosib, kommentariyada shu ishimiz haqida o'z fikrlaringizni yozib ketish esdan chiqmasin. Sizlar erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Bu yerda zatolayotganmiz tungi fonlarni olib bordim.